Xudo sizga tayyorlab qo'ygan rizq uchun har doim pul sarflashingiz shart emasda. Chunki hamma xohishlarimiz har doim bizani cho'ntagimizga bog'liq emas. Hammasi Xudo sizga bitgani bilan bo'ladi. Oddiy narsa, lekin qiziq, ta'sirlanib ketdim. Har safar bitta bloger akkauntlarida mana shu shirinlikning reklamasini ko'rganimda yegim kelardi. Bir xilda mana zakaz qila olasiz, lekin chag'ib ketasiz, esingizdan chiqib ketadi o'sha paytda. Yegingiz keladi har ko'rganingizda. Keyin u joy ochishdi, qanaqadir o'sha shirinlik egalari o'sha joyga borib yeyman. Onlayn zakaz qilgim kelmayapti. Qanaqadir o'tirib boshqacha yegim kelyapti shuni dedimda, chunki hozir hamma narsani onlayn zakaz qilamiz. Hozir treningga keluvdim. Pererif paytida bitta qiz yonimga kelib, paketni qo'limga shirinlik tutqizyaptilar. Shuni yeyishingizni xohladingdi. Bu aynan men Instagramda ko'radigan, har ko'rganda yegim keladigan, har ko'rganimda imенно shu do'konnikini yegim keladigan shirinlik. Mana ustini qaranglar, qulpniligini. Bu yerda hozir shirinlik haqida emas. Xudoyim shu darajada nimandir ich-ichingizdan xohlasangiz, u xoh kichkina, xoh katta narsa bo'lsin, sizga shuni olib kelib beradi oldingizga. Agar rizqingiz bo'lsa, ikkita tog' orasidan ham keladi, rizqingiz bo'lmasa, ikkita labingiz o'rtasidan ham tushib ketadi degan gapga yana bir bor amin bo'ldim. Ichimdan boshqacha bo'lib ketdim. Qanchalik Xudoyim bizani eng kichkina niyatlarimizni ham boshqacha yo'l bilan, bizning aqlimiz yetmaydigan yo'l bilan amalga oshirib berishga qodir. Shuning uchun har doim ishonish va har doim tavakkal qilish kerak deb o'ylayman.